Prompt engineering sun'iy intellektdan yaxshi natija olish uchun to'g'ri va aniq so'rov, ya'ni prompt tuzish usuli hisoblanadi. Ilgari buni faqat mutaxassislar bilardi, faqat mutaxassislar foydalanardi xolos. Hozir esa sun'iy intellekt hayotimizning turli sohalariga kirib kelayotgani uchun bu ko'nikma har kimga kerak bo'lib bormoqda. Hozircha bu ixtiyoriy ko'nikma hisoblansa-da, yaqin kelajakda Word, Excel yoki PowerPoint kabi kundalik ishda kerak bo'ladigan asosiy skillga aylanadi. Bu sohaning yana bir afzalligi dasturlashni osonlashtirgani. Ilgari texnik muammolarni hal qilish uchun Java yoki Python kabi tillarni o'rganish kerak edi. Endi esa oddiy tilda tushuntirsangiz sun'iy intellekt o'zingizga kod yozadi yoki tayyor yechim beradi. Shu sababli dasturlash endi faqat mutaxassislar kasbi emas, balki keng qo'llaniladigan qobiliyatga aylanyapti. OpenAI hamkori va Teslaning sobiq sun'iy intellekt rahbari Andrey Karpati Twitterda shunday yozgan: "Eng ommalashgan dasturlash tili ingliz tili." Keyingi bo'limda bu fikrni isbotlovchi ayrim amaliy misollarni keltiramiz.